Assalomu alaykum. Qadr bilan qadrli obunachilar, Chorvador aka do'sti birodarlar. Bo'g'oz ishqibozlari, ona bolasi kirish ishqibozlari. Akalar, xudo xolasa, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahand qishlog'iga kelganmiz, Bahromjon akamizning xonadonlariga. Mana bunday ona bolasi sigirlarni yaxshilaridan, zo'rlaridan va bo'g'oz sigirlari bor ekan. Shu aniqlarni sizlarga chiroyli qilib yoritib beramiz. Bugungi sanamiz 16-aprel 2026-yil. Haftaning payshanba kuni. Barchaga kunimiz xayrli va barakatli bo'lsin. Qaranglar, mana bunday chempionlardan sizlar uchun chiroyli obzorda chiroyli qilib yoritib beraveramiz. Video boshida mana shu bitta laykni bosib qo'ying. Laykingizga arziydigan bo'lsa chiroyli narxlar bo'ladi. Bo'lmasa akamizga suhbatini berib bir qator ma'lumotlarni olaveramiz. Bahrom aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi aka? Mana shu sigirimiz bor. Yaxshilardan bormi? 15 ta suti bor. 13 taga beramiz sanashga. Boshlayveramizmi? Qani bo'lmasa aka, boshlaylik. Ko'ryapsizmi? 6 kurak, ham 8 chiqadi. 6 dona. Xo'p aka, nechinchi bola bu? 3-chi bola. 3-chi bola. Xunajinmi, novasmi? Xunajin. 3-chi bola, bola xunajin. Holatlari akalar ko'rib qo'yarasiz bir qator. Metringiz yo'q-a? Bo'yiga 1.35, 1.32 ga beraveramiz. Bo'ylari 1.35 ekan, 1.32 sm ga ketaverar ekan. Bo'laveradi mana akalar, molimiz holatlari. Suti nima qilgan? Sog'ib oldingizmi aka buni? Bo'shda sog'ilgan hammasi. Xo'p, ertalab sog'ilgan holatiga. Yuvashiga yaxshimi? Bitta endi ko'rsatib beringchi. Hamma yo'g'i yaxshi. Jivoy bo'lsin-da hammasi. Endi tishi sog'ligi, Yevich sog' solmadik, hamma yo'g'i yaxshi deng. bir haftaga garantiya. Bola unajin. Nechta sut beryapti mol? 10 ta beryapti biznikida, ertaman sog'ilgan. Ikki mahaligami shunda? Ha, ikki mahaliga. Ikki mahaliga 10 litr sutlari bor. Xotirjam. Bo'laveradi. Mol do'si yaxshi ko'rinyaptimi akalar? Shunday quyoshgacha kunga teskari olgan molxona qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ko'rsatyapsiz. Pul nech pul buni? Puliga 32 kami bor. Bozorda 32 35 million sotilaveradi. kami bor. Baqaking endi savdolashamiz aka. Biz sunnatimiz shu-yu. Endi hapa bo'lmaysiz. 30 millionga berasizmi molni? Beraveramiz, xudo xolasa. Chiroyli qilib o'tib berasizmi? O'tib beramiz, xudo xolasa 32 ga. Ya 32 emas aka, 30 millionga bering. Bo'ldi, aloqaga chiqishaversin, kelishamiz, xudo xolasa. Ya naqlashtirish kerak-da. 30 million kam bor degandan gapga javob berish kerak aka. Bo'ldi, sunnatiga o'tib beramiz. 30 millionga o'tib berasizmi? O'tib beramiz. Bo'ldi. Bor baraka. Birinchi savdoga mana akalar. 30 million deb pastda mana bunday sut ko'pidan qidirganlar bo'lsa, ana sizlarga akalar. Bola xunojin 30 milliondan olsa yana kam bor. Endi aka siz ichingizga kirib bir qancha o'tib berishingiz bilolganim yo'q. Chiroyli qilib o'tib berasizmi? Xudo xolasa. Bo'ldi. Chiroyli xudo xolasa kamlar bor. Ona mol sotasizmi, sotmaysizmi? Uni ham sotaveramiz. Yemlanayotgan xunajinimiz. Ha, yeminib turgan xunojinimiz. Bo'yi 1 metr oshiq. Bo'yi 1 metrdan oshiq. Ha, sog'ligi, yeb ichishiga garantiya. Hamma yo'g'i zo'r deng. Onasi ham shaydan mol. Xo'p, buqa-muqaga qo'yilmayotgan yo'qmi? Yo'q, qo'yilgan. Hali kuragi ham yo'qdir buni? Yo'q, kuragi yo'q. Hali kurak tishlari ham yo'q. Nech pul bular? Puli. Puliga obunachilaringizga 13 millionga o'tib beramiz. 13 millionga o'tib berasiz. Xudo xolasa. Mana shu molingizni 12 millionga o'tib berdingizmi? Biz obunachilarga mana kanalga 12 millionga beraveraman. O'tib berolmayman, bozorda 13 ga ham bermaydi. Ozmas sunnatiga o'tib bermaysizmi? Yo'q, 12 ga ham bermaydi. 13 ga ham bermaydi bozorda. 12 million so'mga obunachilaringizga beraveramiz. Birinchi mol chiqarishimizda. Dastavkasi ham ichidami? Dastavkasi ham ichida. Bo'ldi, bor. 12 millionga dolasa mana ketdi akasizlarga. Eng zo'ridan. Hunajin ham endi chakan emas, dolasa 12 millionga kichkina hunajinda ham olyapsiz. Ha, mana akalar, xudo xolasa bo'yi 1.10 deb beraveradi, bemalol 1.15. 1.10, 1.15 beraveradi. 1.10, 1.15 deb bemalol beraveradi akalar. Xo'p, birinchi molimiz, ikkinchi molimiz. Endi so'z navbati mana bunday go'zalga. Buni yechan aka. Bitta etalab ko'rsatmasak bo'lmaydi. Bu uyda yurgan mol. Uyda yurgan mol. Ikkita tuqqan. Ikkita tuqqan. Qani bunday tashqariga olib chiqib bergan mol 30 ta. 30 ta sut bergan. Molni gigantidan qidirganlar uchun mana sizlarga aytaman. Bo'ylari 1.50 sm akalar. Yurishtirishlarni qarang. Voy dod o'radigan yeridan akalar. Mana sizlarga. Realni reklama akalar, qarang. Bu toza simental, onasi gibridda, o'zi simental gibrid. Hozir simentalga gibrid variantidan. Hozir German Shvedga qo'yganmiz. Hop, 30 ta sut berib yurgan mol. German Shved buqaga qo'yilgan. Necha oylik bo'g'oz aka? 8 oydan 10 kunlik o'tdi. 8 oydan o'sha 10 kunlik o'tib qoldi. Bag'i ozi qolibdi. Kuragi nechta nechinchi bola? Og'ir. Hop, tishi 6 ta, 8 da endi chiqaryapti. Ha, tishi 6 ta, 8 da endi chiqaryapti. Molni bo'yi 1.5 metr akalar. Bu YouTube 800 kilo bu og'ir. telefonda katta mol kichkina ko'rinadi. Mol ishonavering, katta mol. Anchagina katta mol. Mana ko'ryapsizlarmi? Hajolat qo'yadigan holatda akalar molimiz. Nech pulga berasiz aka mana shu molni? Buni bozorda tuqqani 65 million. Biz obunachilaringizga 50 millionga beraveramiz.
Mashina olingiz qo'ying mana. Mart. 2 million so'm o'tasimi 48 ga ketdimi? Yo'q. Bolu yaxshilab qarang mana Bo'pti. devordan teng. So'ramayman. Chin ko'ngilda o'zingiz bitta o'tib bering bo'ldi. Dastlabkasi ichida. Ha. Tashlab beraman. Nech pul? Nech pul? 50 millionga. Yo'q, o'tib bering aka, o'tmasangiz bo'lmaydi. Har bir molingizdan Sunnatiga 1 million o'tib beraman. Siz obod. 49 million chiroyli qilib o'tib berasizmi yana kamiga? Xudo xolasa. Bo'ldi, Bor bo'ldi. bor. 49 millionga yana kam bor. Bu qarang, mashalloh akalar. Hali ham ko'ngil yosh ekan-a. Ikkita tuqqan deng. Gap yo'q. Muazzor dolasi akalar. Hop, endi molimiz 4-molimizga so'z navbati akalar. Angusga o'xshagan. Jiyan, yuvoshmi? Yuvosh, bolasi buqa. Bola buqa. Telefonni o'chirib qo'ying. Hop, bola buqa. Ikkinchi qoringa. Nechta kuragi? Sog'ligi 4 ta kuragi. Kuragi 4 dona. Yeb ichish solmadik, hamma yo'q zo'r. 1.35 plus 10 litr sutga. 1.35 plus. Qarang, 10 litr sutga buni. Hop. Asli 10 litr ko'p. 1 litr toza sariq qaymoq ekan, qaymoq. Sariq qaymoqqa bir hafta sinashga yeb ichishga beramiz. Bo'ldi. Bir hafta Shoh- bo'lib shohi yo'q. bor. Bola 10 ham litr simental sutga log'osiga garantiya. qo'yilgan. Bo'yin necha dedingiz? 1.30 plus. 1.30 plus. Qarang, Bola buqa. shularni. Gap yo'q. Siz obunachilaringizni mana ustiga tashab qo'ygan holda. Bola ham o'kir beryapti-ku sutga. Ha, qarang. Oho, vizillatadi-yu. Yana. Bo'l, ko'p sog'mang aka. Bo'ladi. Dolasa bu yog'i nima deydi? Arzoncha bu yog'i. Vizillar chiqmas ekan, vazillar chiqar ekan akalar. Bo'ldi aka. 10 litr sutga buni ham Safar tashqariga bor. bir olib chiqib qo'yaylik. Kuragini ko'rsating birinchi o'rinda. Ash to'rt kuragni ko'rmasa bo'lmaydi. Oltinchisi chiqayapti buni. Qani, joy bo'lsin-chi. Mana. Ko'rdingizmi? Bo'ldi, tushunarli. Oltinchi chiqaryapti ekan. Buni tashqarida bir yetarayligida mol ichkarida ko'rinmaydi. Ha, yetalavering aka, bemalol. O'zi yetalab ko'rsatganga yetmaydi-da, nimaga? Bolasini olsa, Hamma yo'qni ko'rsatishimiz kerak. Qani, yetalavering. Hayda. Bola boshqa yoqqa ketdi. Mana akalar, molni qarang. Qop qorasidan, bolasi buqasidan, lekin bola qop qora emas ekan. Bolasi qo'yilgan. Nimaga qo'yilgan? Sementalga qo'yilgan, gibrid tug'ilgan. Sementalga qo'yilgan ekan. Yo'qolligini ko'rasiz. Urug'imi buqagan aka bu. Buqa. Buqaga qo'yilgan. Stakan tuyoq, molam, bolasi ham molam zo'r ekan dolasi. Nech pul puli? Obunachilaringizga 40 millionga tashlab beramiz, xudo xolasa. 40 millionga o'tib berasiz. Xudo xolasa. Martov. 40 millionga bermaydi. Mart bo'lib kamini qilib beringchi mana joyga. 1 milliondan bersin. 39 millionmi? Ha, sinashga bir haftaga yeb ichish, sog'lik, kasal kusali yo'q. 38 ga bermaysizmi aka molni? 38,5 beraman Yo'q, obunachilaringizga. 38 million ko'rdim mana shuni. Chiroyli qilib o'tib bering yana bo'laveradimi? Uka, yaxshi Yo, maydachida qilmadim men ham aka. Obunachilar tomondan men Qirg'izdan o'tgan mol. endi xolisona odamman, men shuna ko'rsatib beruvchi xolisman aka. O'zim uchun o'tadiganimda o'tib qo'ying. Bor Ketdan. 38 millionga yana kam bor. Bir kun qo'yib Bola ham chakkan emas lekin akalar. Mana sizlarga molimiz o'g'lotlari. O'ta go'zal. Bo'ldi aka, olib kiravering. Tog'larni qarang, tog'larni. Sistemlarigacha zo'rding. Mazza qilib sog'ishadimi? Ikkinchi bola. Xudo xolasa, endi uzoq muddat boqsangiz, bolani o'zidan ham chiqib ketadi akalar. Go'jakcha ham boshqa dunyoda. Nech kunlar bo'ldi bu? Bugun 6-kun. Bugun 6-kun. O'ta go'zal. Xo'p, 4-molimiz bo'ldi. Endi 5-molimiz. Mana bunday hop, olaporoda variantidan. Olaporoda varianti. Bolasi qanaqa aka? Buni bolasi ana u gibrid tug'ildi, haligi Gibrid. rossiyskiy deymiz-ku. Otasi nima? Qora olami, qizil Sog' bering olami? uni. O'sha qizilola urug' bu. Ha, qizil ola. Buqami sun'iy, o'sha sun'iy urug'lantirilganmi? Bu sun'iy urug'lantirilgan. Ha, sun'iy variantdan akalar. Ana sizlarga. Gibrid bo'pti-da endi. Mana O. darigilarni ham. Jiyan bola yaxshi ekan-a? Ana akalar. Jiyan bolaning reklamasi yaxshi. Bo'ldi. Ko'p sog'man. Gap yo'q. Hamma yo'q zo'r Yeb ekan. ichishi sog'ligi bir hafta garantiya. Molni ko'plarni Mash, mollaringiz bo'yicha eng arzoni mashimi? Ya bundan ham arzoni bor. Ulim tashqariga Eng arzoni mashi. Bola mashi. Nechinchi bola nechta sut beryapti? Ikkinchi bola. Ikkinchi bola. Xo'p. Hop, 6 litr sutga bir hafta sinashga javob. 6 litr sutga bir hafta sinovgacha bor. Bir hafta sinov eng kami. Kuragi nechta edi? Kuragi 6 sutga. Bari yosh mollar ekan-da. 6-kuragi chiqaryapti ekan. O, sekrab olib ket. Men yetolmay qolaman. Qani? Ana akalar, molni holatlari.
Mana shunday ekonom variantidan. Keyin bola akalar sun'iy urug'lantirilgan holatda. Ko'ryapsizlarmi? Otidan va sakraveryapti. Rossiyskiy bolalar. Rossiyskiy variant. Bozorda 27-28 million, bizda 23 million so'm, Abrorbek. 23 million so'm. Sinashga yeb ichishga bir hafta kerak. Ko'p so'ramayman, o'z narxi arzon ekan. 200 ming o'tib berilasizmi? 22 million 800 ga ketdimi? Yana kamini qilib berasiz. Bor baraka. Chetdan azlarga akalar. Mana shu molni oling xudo xolasa. Mazza qilasizlar. Mol zo'r. Mana akalar, mo'g'aringlar. Sifati a'lo daraja. Keyin buni yilni ham akalar uzun-uzun. Hali qiynalmay sog'asiz. Tavsiya qilib o'tib ketamiz. 22 million 800. O'ta go'zal bo'ldi, lekin mana shu narxi bor. Like arziydi, like olsa akalar. Like'ni bosib qo'yasizlar. Xo'p. 5-molimiz bo'ldi. Endi mana bu 6-chisi. Bunisi bo'g'oz a? 10 litr sut bergan. 10 litr sut bergan. 8 oydan o'tdi, xudo xolasa. 8 oydan o'tdi bo'g'ozligi. Yeb ichishi sog'ligiga bir hafta garantiya. Yeb ichish sog'ligiga bir hafta garantiyasi bor. 6 kurakdan o'tayapti. 6 kurakdan o'tyapti. Tepda suzlilari yo'q, yeb ichishlari zo'r. Nechinchi sinf tug'adi aka? 3-sini tug'adi. 3-sinf tug'adilar. 35, 30, 28 narxlar yo'q. Buni xaltalarni idishlari qochsin. Tashqariga chiqmayman, bunday yetalab beringchi aka. O'zi zo'r chiqar ekan shunda. Mana akalar. Molimiz yurish holatlari ko'rib olaverasizlar. O'ta go'zal ekan, bu ham a? Bolni xaltasini qarang. Qop qorasidan. Xalta bo'mbo'sh. Hali Puliga nech pul demaysizmi? Nech pul? Tutsa 35 million. Albatta. Hozir 25 millionga bor ekan, vodiy bo'ylab. Gap yo'q, 25 million. 28 ham yo'q. Dunyoda yo'naqlar bo'lib ketdi, bag'i. 25 million ekan. Ha, pul bo'shatishga hammasini qo'yyapmiz-da. Bu ham arzon ekan. Qancha so'ray? 1 million o'tib berilasizmi? Yo'q, o'zi yaxshi aytdim men bunga. 24 ga ketavermaydimi? Bering mana shu molni 24 million. Buni xohlasangiz tishini ham ochib beraman. Tishini ochasiz shundoq ham. Valloh, qarang buni. Qani? Aka jonivor, tak jonivor. Tak. Mana tishni qarang. Nechta? 6 ta? Ha, 6 dona. Bo'ldi aka. O'ta go'zal. Bo'ldi, yo'qoldi. Xo'p, yillarni bitta ko'rsatib qo'y. Yuvashiga yaxshimi? Yoshligiga sinashga bir haftaga garantiya. Sinashga bir hafta garantiyalarigacha bor. Bo'laveradi. Endi bu yoqqa keling. 24 ga bering, mana narxini pishirib qo'yaylik aka. Uncha shoshasiz aka. Obunachilaringizga barakasiga, sunnatiga dastlabkasini men o'tib beraman. 24 gami? Yo'q, 25 million so'm. Bo'ldi, 24 gamga chiroyli qilib o'tib bering, bo'ldi. Ketdimi? Bo'ldi, dastlabki ichida. Bor, bor. 24 million 500 ming yana. Mana mo'jizani qarang. Mo'jiza deng. Kuragi yo'qmi? Kuragini ko'rmayapman. Buzak hali. Hali buzak. Buzak 9 oylik buzak. 9 oylik buzak bo'ldi. Endi akalar mana bunday germanskiy shveddan qidirganlar uchun xo'p, ko'p ko'rardim, bozorda ko'rardim. Uylarda bunaqa mol ko'rmaganman akalar. Tuyoqni ko'ryapsizmi? Toza stakan tuyoq. Buqamiz. Buni bo'yi necha demaysizmi? Necha? Bo'yi 140 plus. Bo'ylari 140 plus. Mana oldidan olingda ham buni mo'jizasini ko'rasiz. Siz yaqinroq keling bitta, bunday molga, bunday ko'ringchi, ya'ni nima desam bo'ladi? Bo'ylari xilov olishibdi. Bo'yim 185 bo'lsa mana. 140 plus. Ha, Necha yil o'g'lim? 142 yil bo'ldi. 142 bir oy oldin ota. Ha. Hozir mana. Yeb ichishi sog'ligi bir hafta 10 kun 20 kun garantiya. Yoshchi. 9 oydan o'tgan buzak. 9 oydan o'tgan bozak. Onasi o'sha bir turni oshib qo'ygan rol onasini o'zi. Endi otani maqtamay qo'yaver. Endi o aybini aytib o'tib keting buni. Buni asha old oyog'i bor-ku. Ha. Old oyog'i tug'ilganda onasi ezib Ha, hop. u aybi yo'q, kasal emas, chaqamas, og'rimaydi. Ozgina oqsoqlaydi xolos. Ozgina shu oqsoqlab yurar ekan akalar. Xudo xolasa endi Yurishi, olib turib, mana bunday nima desam bo'ladi? Mollaringiz bo'lsa bitta qo'raga qo'shib qo'ysangiz, xudo xolasa avlod olsangiz bo'laveradigan holatda akalar. bir kun ko'rsatib qo'ying buni. Ha, bo'ldi ana. Akalar, ko'ryapsizlar-a, yurish-turish holatlarini. Ozgina shu oqsoqlashi bor ekan. Oyoq qiyshroqmi, nima desangiz ham mana bitta o'zingiz ko'rib turibsiz Katta videoda. tug'ilganligi uchun Ha. katta o'sha tortishda xatolik bo'lgan. Ha, shuni ko'ryapsizlar akalar. Chopaverar ekan-a? Chopadi. Buni endi zot oldingizmi o'zingiz? Molga haligilar nima, irg'ishlari yaxshimi yo'qmi? Molga irg'ishlari mana bitta ko'ringchi. Mana bitta ko'rib qo'ying. O'zi molga ham kuyib qolib shekilli. Ha, ana shu ahvolimiz kuyibdi. Ha, orqasidan narsa olib qolibsiz-da. Bo'laveradi. Xudo xolasa, mana bunday buqadan zot olaman deganlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Nech pulga berasiz buni? Tortavering. Bozorda 50 million, 45 million zotga. Shunaqa. Bizda 35 million so'mga berib beradi. 35 million. Qancha so'ray? 1 million o'tib berilasizmi mana shu joyiga?
Obunachilaringizni o'tdim. Dastlabkasi ham ichida 34 million kam bor. Ketdan akalar. 34 millionga. Nima deyapti? To'g'risi, Qulayligini bu qarang. oyog'i hech nima qilib bermaydi endi. Kimlargadir endi molxonada turadigan narsa ma'qul keladiganlar bo'lsa, mana olib qo'yaverasizlar akalar. Shu bitta oyog'ida shu nuqsoni bor ekan. Shu, mana. Aytib o'tib ketyapmiz. Shunaqa zot oladiganlar bo'lsa, toza shved akalar. Mana tuyoqni ko'ryapsizmi? Xudo shved deb mana shuni aytadi. Qani, video so'ngida bu ona bolami? Bu ona bola. Buni yeching aka. Tashqariga olib chiqaylik. Bo'yi. Xudo, ona eshigi ochilmaydimi? Ochiladi. Bolasi Och toza polvon. semental. Bolasi tozasi mental. Bu yamroq. Buni bitta aybi bor, Anvarbek. Ha, Mana buni qarang. nima? Buzak hali, buzak. Rostdan. Mana. Tishini endi chiqaryapti. Mashalloh. Endi. Gap yo'q. Bo'yi necha chiqdi aka buni? Bo'yi 1.35. Bo'ylari 1.35 mana shu holatiga. 8 litr sutga tushog'i yo'q, bir hafta sinashgan. 8 litr suti bor, tushovi yo'q. Bola buqa. Mana, Siz hashakli moldan ham zotlar bolani qidirar ekansiz-da? ha, shu yaxshi novvosga qo'yamiz, buni Gap buzak. yo'q. Mana qarang. Semental novvoscha. Bo'zagan pachka-yu, mazza qilasizlar akalar, xolasa. Normal foyda qiladigan variant. Onasini kallalarini qarang. Ayt. Buzak, kuragi yo'q, endi chiqadi. Hali bo'lsak, bo'ylari 1.35 akalar. Bu emib yuribdi. Bilmaganimiz yo'q, aka tortib bo'ladi. Hali soqqaningiz yo'q, endi yuribdi. Yo'q, sog'ayapmiz, 5-6 litr Ha, sog'ayapmiz. 5-6 litr sog'yapsiz. Nechta hop, bo'yi 1.35 dedik. Nechtasi beryapti demoqchi edim. Endi 5-6 litr beryapti deyapsiz. Endi rosmanasutga kirsa necha litr beradi? Tushunmadim. Rosmanasutga kirsa-da 10 litr oshib beradi. 10 Hozir litrdan oshib yo'q, beradi. yelini bo'sh holatda. Keyin akalar, videoni haligi bu akamiz bugun telefon qildi, haligi tayyorlab, niyatib dimlangani yo'q. Dimlangan molni endi boshqacha bo'ladi. Mana bunda katta bo'lib turadi akalar. Dimlangani yo'q, живой ko'rsatilyapti. Hammasi realniy bo'lyapti. Nech pulga berasiz? 35 millionga xayriga o'tib beradi. Oho, sal tushing buni ham. Oling 34 millionga. 33 million beramiz. Bo'laveradimi? Anvarbek arzon bo'lib ketdi, bo'g'ozini bermaydi, molni qarang. 1.35 pilos mol. Novvasda qilibdi ham, xunajni tuqqanda nima bo'lardi aka? Bolani Narx qarang tushib edi. ketardi. Mol ham zo'r. Kamini qilib bering. 33 ga bering aka. Alloh uchun berdi. Bo'ldimi? Bor Birinchi savdomizga. 33 millionga. Mana kanalda birinchi marta xudo xolasa, mana shunday arzonlardan chiqarib tursa baribir davom xudo xolasa aka. Ekkirak, bolasi To'ylar 2 dona, bolasi buqa 33 ga yana kami xayri bor. Bu ishi dimlaganimizda faqirda qilib ketadi. Endi shu garantiyalarni shu sutiga yeb ichishigami? bir hafta garantiya. Bir hafta garantiyasi bor. Bo'ldi. Xo'p, mollar tugatdimi aka? Tugatdi. Bo'ldi. Aloqaga chiqaverasizlar, telefon raqamlarini pastga yozib qo'yamiz, telefonda qilaverasizlar akalar. Xo'p, telefon raqamini aytib qo'ying endi bir og'iz. 94lik 94lik 272 272 80 80 98. 98 mana akalar. Telefonda qilib sotib olaverasizlar. Hamma chorvasiga umr rizqiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kelaverasizlar akalar.